qizlarjonlar, bitta qizimizdan so'ragandilar, Matilda tortini tashlab beraman, sizlar ham qilib ko'ringlar. Eng bezarar bo'lgan biskvit, shuning uchun biz shu biskvitdan tayyorladik. Yana 5 ta tuxum oqini sarig'idan ajratib olamiz. Mana ajratib oldik. Endi buni oppoq ko'pik bo'lgunicha ko'pirtiramiz. Bu holat sizlarga tanish, ya'ni yumshoq biskvit bo'ladi. Ustiga 300 grammda shakar solinadi. Bu katta pilada o'lchaganda 1,5 pila bo'ladi. Oz-ozdan solasiz va ko'pirtirishda davom etasiz. So'pganingizdan keyin yana 2-3 minut ko'pirtirib yuborsanglar qattiqqina bo'lib, tog'orachidan to'kilmaydigan holatga keladi. Endi hamma olib qo'ygan 5 ta dona tuxumiylarni sarig'ini birdaniga solasizlar-da, unaqa ko'p ko'pirtirmaysizlar. O'rtacha 1 minut atrofida ko'pirtirsanglar bo'ladi. 100 grammgina yog' quyiladi, yarim minut ko'pirtirib olib, ustidan 100 gramm sut solib, buni ham yarim minut atrofida ko'pirtiramiz. 195 gramm unga 2 ta choy qoshiq razrıhlitel qo'shiladi. 30 gramm kakao qo'shib, buni ham elakdan o'tkazib olasiz. Mana o'tkazib oldik. Endi lopatka yordamida bir xil massa bo'lgunicha aralashtirib olamiz. Sekinroq aralashtirish kerak qizlar. Shunda yaxshi chiqadi, qattiq aralashtirmanglar. Mana bir xil massa bo'ldi. Endi qolipimizning razmeri, mani qolipim sal kattaroq, 28 diametr. Bundan kichikroq qolipda qilsangiz ham bo'ladi. 130 gradusda 40 minut atrofida cho'p quruq chiqquncha pishiriladi. Krem uchun 300 gramm qaymoqqa 200 gramm shakar solamiz va isitib olamiz qizlar. Isitib olganingizda qo'linglar sal kuysin. Ustiga qora va молочный shokoladni aralashtirib 300 grammini sovalasizlar va issig'ida eritib olasizlar. Gazni o'chirgan holat bo'lishi kerak. Mana erib oldi. Endi buni ustiga kakaodan 30 gramm solinadi, elakdan o'tkazib, teglarini o'girib aralashtirib olasizlar. 100 gramm sariyog' solib, chiroyli yaltiraguncha buni ham aralashtirib sovutasizlar. Buni muzdek holatga kelgunicha sovutib olishimiz kerak. Bu arada biskvitimiz ham pishib chiqdi. Biskvitimizda yumshoq, sochli bo'lgan holat bo'ladi. Sovigandan keyin 3 ga bo'lib olamiz. Mana uchala ko'rishimiz ham shunaqa zo'r chiqdi. Ichlari g'o'va bo'lib, yumshoq holatda chiqadi. Endi sovigan ganashli kremimizni oddiy mikserda qilsanglar ham bo'laveradi, yoki masalan shunaqa blenderli mikserlar bo'lsa ham quyilguncha ko'pirtirasizlar. Men achchiq kofe bilan qo'shlarni propitka qilib oldim. Mazasi yana ham yaxshi bo'lishi uchun xohishga qarab siz propitka qilmasangiz ham bo'ladi, agar qo'shingiz yumshoq bo'lsa. Endi ustiga to'yintirib kremdan surtib olamiz. 3 ta qavatini ham ketma-ket yopamiz. Shunaqa to'yintirib shokoladni ganashli kremimizdan quyib olamiz. Agar ganashinglar quyilib qolsa, ozgina vodяной banya qilib olsanglar, yana suyilib, yana qotishni boshlaydi. Asosan Matildada hech qanaqangi bezak bo'lmaydi. Prosta shokoladli tort bo'lgani uchun xohishga qarab bezatishingiz mumkin. Prosta shokoladni ham o'zini quyib, mazza qilib muzlatib yeyishinglar mumkin. Yana eslatib o'taman, aniq retsept yo'q. Hamma har xil tayyorlaydi qizlar. Sinovdan o'tgan biskvitdan tayyorlasangiz ham bo'ladi. Ichlarini yaxshilab shokoladga to'yintirib xohlasanglar, yana shokoladlar sevib olsanglar ham bo'ladi. O'zi shundoq ham mazali chiqadi. Mana kesik holatda ham ko'ring, shunaqangi sochli bo'lib turibdi. Kesilayotganda ham 1 soat muzxonada turdi. Shunda bo'lsa ham juda yumshoq bo'ladi.